Sho'rik, kush kelyapti. Mani hech kimim yo'q. Uni ustiga kasal bo'lsam, kimga keragim bor mani? Voy, yaxshi yigit, sizga nima bo'ldi? Qo'yavering. O'zim shundoq. Yo'q, nima kasalsiz, o'zi eta qoling. Qo'ying. O'zimni dardimga sizni ham sherik qilmang. Yo'lingizdan qolmang. Maqlas qayg'urib ketavering. Yo'q, men sizni bu ahvolda tashlab keta olmayman. Mayli. Qo'ymadingiz. Ay. Turing. Aytsam ayta qoling. Dardim juda og'ir. Mana men sizni dardingizni eshitishga tayyorman. Yaxshi qiz. Keling unda o'tiring mani taxtimga. Marhamat. Sho'rik, stolimni olib chiq. Ismlari? Janona. Yuragimdan urdi bu Janona ekan-ku, a? Bu she'rning muallifi men, Jonni Mavloniyman. Shunda ismlaringiz Jonni Mavloniy ekanda. U meni she'r yozgandagi taxallusim bo'ladi. O'zi nastoyashi ismim Jonni Enderfonni bo'ladi. Voy, buncha g'alati. G'alati emas, Janona. Meni o'z ota-bobolarim shvetsar bo'lishgan. Shvetskiy familiyada bu.